Assalomu alaykum, xayrli kun barchalarga. Ko'rib turganinglardek, Uzavtotrans servis korxonasi bilan hamkorlikda, migratsiya agentligi bilan birgalikda hozir yo'lovchilarimizni Namangan viloyatidan Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga to'g'ridan-to'g'ri avtobuslarimiz orqali yuborish jarayoni amalga oshirilmoqda. Yo'lovchilarimiz joylashib bo'lishgan. Hozir ular bilan ikki og'iz suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi ketyapsizlarmi? Mana vodiydan qo'yishibdi Moskvaga. Davlat tomonidan ishga ketyapmiz. Xudo xolasa. Oldin birinchi reysda ham yaxshi borishgan ekan. Mana nasib qilgan ekan, biz ham ketyapmiz. Hamma ishlab kelsa, sog'-salomat, shunday qatorda biz ham jumla qatorda ishlarga ketyapmiz. Bola chaqa. Migratsiya agentligidan mana biz ketib turib hammamiz sharoitlari juda zo'r ekan. Hamma narsa yetarli, mana sharoitlari zo'r haqiqatda. Bizdan oldin ketgan bolalar ham, oldinlar ham yaxshi, zo'r deyishdan eson-omon yetib ishlarni boshlashibdi. Endi biz ham eson-omon sog'-salomat yetib olishni Xudodan so'rab turibmiz, ammo sharoitlar zo'r. Kelinglar avtobusga qiziqib, zo'r ekan sharoitlar, gap yo'q. Rahmat, tenjeringlar sog' bo'lsin. Ho'kiza, konteynerlar ishlab turibdi, gap yo'q. Oyoqlaringiz qisilmayaptimi? Hammasi sidinalar yaxshimi? Hamma sharoitlar Sidinalar yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yo'lga chiqamiz, Alloh nasib qilgan. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Yaxshi yetib olinglar aka, sog' bo'linglar. Biz xizmatdamiz. Bemalol biz bilan ketsanglar bo'ladi. Aziz vatandoshlar, Uzavtotrans servis korxonasining mana shunaqa avtobuslari bilan tez kunlarda aynan vodiy aholisi uchun ham avtobus qatnovlarimiz to'g'ridan-to'g'ri reys orqali jo'natish yo'lga qo'yiladi. Bizga murojaat qilib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'l markazimiz 24 soat xizmat qiladi.